Mana aka, mana shu telefonni deb uyimizga ming martalab kelib eshikni taqlatib, urib, xotinimga shikastlar yetkazib, baqir chaqir qilib, Sherobod tuman ichki ishlarida tezkor vakillari Asqar, Muhiddin, keyin 3 ta bola, 4 ta bola kelgan. DXXdan Shohruh degani kelgan. Sherobod tuman DXXning birinchi o'rinbosarimish. U kishi kelar ekanda telefonni qiziqar. Telefonim men ichki ishlarda o'tiribman. Ichki ishlarga bitta o'nimda olib borganman. Ichida hamma narsam bor. Nima kerak sizlarga u telefon deyapman? Kerak bizga deyapti. Nima uchun kerakligini tushunmayapman. Mayli deyapman. Sudning qarori kerak, prokuratura yoki qanaqadir bir ber qarorini tanishtir. Bizga Shohjahon Jamolovning telefoni ashoy dalilga yoki nimagadir kerak deyapman. Biror narsa beringlar, men mayli aytaman, beradi, olib kelinglar, boringlar. Uyingda tuntuv qilamiz, uyingga kiramiz, buni bosim qilamiz deb Sherobod tuman ichki ishlar birinchi o'rinbosari Muhiddin Rajabov vallomat ustolni urib tepib, telefonni olib keldi dedi. Mana shu telefon, mana telefonni keyin oxiri uydagilar qo'rqqanda maydalab, sindirib, hamma narsasini hojatxonaga tashlagan. U videolar ham turibdi. Uni ham taqdim etamiz, xudo xolasa. Hurmatli prezidentim, bitta narsaga qoyil qolaman-da, Surxondaryoni adolat yo'qligini yana bir marta isbotini qilib beryapti. Xalq uchun prezidentimiz chiqarayotgan qonunlarini, prezidentimiz chiqarayotgan islohotlarni biz bilib, shuncha qonunlarni xo'p deb, qonunlarga bo'ysunib xatti harakat qilgan insonni, endi xalq uchun xizmat qilgan insonni shunday olib borib, o'yin qilishib, arzimagan narsaga qilib, mana shunday qilib yopishmoqda. Mayli, ularga ham Xudo bor, Alloh bor, lekin men qonun doirasida iltimos qilaman hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovdan. Uyimizga shunday hozir kiraman, uyimizni ham ko'rsataman, hurmatli prezidentim, sizni har doim katta partiya rasmlaringiz ilib qo'yamiz. Chunki bolalarim prezidentimiz kimligini haqiqatan bilishsin, prezidentimiz sadoqatli bo'lsin, vatanimiz sadoqatli bo'lsin deb farzandlarimni ulg'aytiryapman. Lekin bugungi kunda kelib turib, menga nisbatan 168-statyani qo'yib olib turib, o'sha vashenlik deganday qilib, meni qoralab, yomonlab, mana shu sudga olib chiqmoqchi. Lekin men bitta narsadan iltimos qilaman, hurmatli prezident, sizdan va O'zbekiston Respublikasi administratsiya boshlig'i, boshqarma boshlig'i Said opa Mirzayevdan ham iltimos qilaman. Men iltimos qilaman. Chunki mayli, men o'sha narsani qilib, kimgadir pul ber yoki kimgadir nimadir qil, kimgadir uni qilib ber, buni qilib beraman degan bo'lsam, mayli. Kimdandir pulni miqdorini so'ragan bo'lsam, meni qo'yib bersin. Men mana shu 4 yil, 5 yil bo'lyapti, mana shu Surxondaryoda qo'pol tushuntirganda ham nechta bloger, nechta jurnalist, kimlar kelsa, Shohjahon qayerda? Shohjahon qayerda? Shohjahon topinglar deydi. Nimaga? Boradi Shohjahon bo'ylagi hammasi bilan gaplashadi. Viloyatimizdagi kamchiliklarni chiqarmaslikka harakat qildiramiz. Viloyatimizda qo'pol bo'lsa ham ko'tini yopish bilan xizmat qilganmiz. O'g'il bolaga. Mana yaqinda taftish keldi. Men o'sha payt ichki ishlarda edim, dekabr oyida. Gaz masalasini ko'tarib chiqdi. Surxondaryo DXXdan ham xodimlar telefon qilyapti menga, viloyatdan ham, hokimiyatdan ham, hamma joyda ichki ishlardan hamma joydan telefon qilyapti. Shohjahon qayerda? Shohjahon. Keyin men ichki ishlarga o'tirib, chiqar buni, chiqar, bizga kerak. Faqat biz bechora borib shapka bo'lish uchun, biror bir blogerga, jurnalistga yomon ko'rinish uchun biz davlatga kerak ekanmiz. Lekin biz bunaqa ichib, kayfda, o'zimiz bilmagan holatda bir narsaga qo'l urib qo'ysak, bizni qoralab, yopib, yo'qotish maqsad. Davlatga bir qanday ishonch bildirsak bo'ladi? Qanday ishonch bildiraylik? Demokrat davlatda yashayapmiz biz. Hozir biz bu videoni, murojaatlarimni men prezidentimgacha yetib borish uchun men ilojim yo'q. Blogerlardan, jurnalistlardan, ijtimoiy tarmoqlardagi barcha foydalanuvchilardan iltimos qilaman. Prezidentga yetkazib bersin. Bu nima degani bu? Surxondaryo viloyatida mana shunaqa adolatsiz harakatlar bo'lyapti. Holi bizda juda ko'p odam kuzatadi, juda ko'p. Men kimgadir ishonib, o'zimni oqlash uchun maqsad gapirmayapman. Menga qonuniy ish olib borsin. Qonun doirasida harakat qilsin. Qonun doirasida menga yechim ko'rsin. Nima qiladi menga? Atrofdagi odamlarni olib kelib, men ustimdan murojaat qildirib, ustimdan arza qildirib, ustimdan bo'xtonlar qildirib, uyalmaydim, Qani kelib berdi qonun? Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuror Ne'matullo Yo'ldashev, iltimos qilaman sizga. Oqlovchi ham, qarovlovchi ham xodimingiz bor Surxondaryo viloyatida. Baxtiyor Bobojanov. Iltimos. Bekildievga ayting, iltimos, bu sal nazoratga olib bersin. Bu nima degani bu? Sherobod tuman prokuroriga aytsak, u kishi o'zi xohlagan ishni qilarmish. Mayli, biz e'tirozimiz yo'q. U
u kishiga bir men hech qaysi bir lekin qonuni olib borsin, qonuni hal qilsin, qonuni harakat qilsin. Mayli, aybimiz bor bo'lsa, aybimizni qo'yib bersin. Nima qila hamma joydan odamlarni olib ustimizdan yozdirtirib, bo'xtonlar qildirib, menga oxirgi sudga manaqa olib chiqib, mana Shohjahon Jamolni aybdor ekan deb. Pol ichkari kirsak, og'iz chiqasa, mana qo'l, mana qo'l. Advokatimgacha sotib olgan ichkaridagilar. Advokatimni zapslar ham turib xolosa qo'yib beraman. Kattaga chiqing, kattaga ayting, kattaga chiqing, kattaga ayting. Hamma narsa degan. Lekin advokat bechora ham meni himoya qilyapti. Lekin bular desa deyapti, siz suyda 1000 ta odam olib kelgan, 1000 ta odamga ozortiryapti. Nima qilay men deyapti. U yer ham gap to'g'ri. Advokat ham to'g'ri tushunish kerak. Qonun doirasida advokat ham harakat qilyapti. Lekin bular deyapti, qoralab sizni katta narsa qilib chiqarsa men sizga qanday yordam beray? Qanday ertaga sudga men sizga bir narsa deyman deyapti, Shohjahon deyapti. Gap juda uzun. Qisqa qilib aytaman, iltimos qilaman. Shu bizni kuzatib, shu bizni yordamimiz tekkan insonlar, shu mana shu videolarni ko'rsalaringiz men uchun emas, mana shu 4 ta farzandim uchun, oilam uchun, mayli ota-onam bo'lganda boshimda farzandlarimga qaraydigan bironta aka-uka, opa-singlim bo'lganda ham men bunchalik kuyunib gapirmasdim, lekin iltimos qilaman, mana bu tegishli juda aqli ko'payib ketgan xodimlar juda ko'payib ketdi Surxondaryoda. Iltimos nazoratga olib bering. Iltimos hurmatli prezidentim, har doim yelkama-yelka bo'lib turgan sizni vakilingiz Surxondaryo viloyat hokimimiz Ulug'bek Berdiqobilovich yo'llarida yurib harakat qilgan inson men. Mana holi taqdim etamiz hamma materialni. Misol hozir ham misol mana ko'rsataman, spotini qilib ko'rsataylik. Misol kimdir ishonadi, kimdir ishonmaydi yoki Shohjahon Jamol aldayapti deyish mumkin, lekin mayli, Alloh va rozi minutdan san ko'rsataman. Hozir bir mana shu bitta manasini yo'qay, mana Wi-Fi'ni men o'chirmayman zapsni. Men unaqa domard inson emas, men ko'rsataman asl holatni. Ko'rsa manaki tepada o'tirgan tepada manaki. Manaki. Hokimliklar media. Hozir narsa kelyapti mana. Hokimliklar media. Mana Shohjahon Jamolovning murojaatlari. Mana hokimliklar media misol keldi. Mana odamlarni mana shunaqa muammolarni olib chiqqanmiz. Istalbab qo'yish hamma narsa mana viloyat hokimining ochgan gruppasi bu. Mana yana Shohjahon Jamolov. Mana pastda ham mana yana shunaqa murojaatlar mana. Mana hammasi xalqning muammo murojaati. Bu o'zimni uyimga bir narsa olib keldi desa o'zimniki emas. Gruppamizni ham hozir ko'rsataman, misol mana. Ketdi. Mana yana Shohjahon Jamolov mana. Yana faqat Shohjahon Jamolov. Chunki xalq uchun xizmat qilib kelyapman men. O'zimda misol kimgadir mana odamlarni mana uyida o'tirgan holatiga borib tekshiryapti misol. Manaki bu endi mana o'zimizning gruppamizni ko'rsatamiz. Misol xalq uchun xizmat qilayotgan gruppamizni ko'rsatamiz. Manaki gruppam mana Surxondaryo viloyat hokimiga murojaat mana viloyat hokimidan turibmiz. Misol mana shu yerda mana odamlar murojaat tashlaydi. Boshqa tashlamaydi. Mana shu murojaat hammasi. Mana odamlar faqat murojaat mana Surxondaryo Qosimovga deb. Faqat men aytmoqchi, men bu videolarni ko'rsatib yoki murojaatlar ko'rsatib yoki xalq orqasida men nimadir qilib bir ijtimoiy tarmoqlarga chiqib foydalarim men chiqib ketaman degan umidda qilmayapman buni. Buni oqilona qonunni himoya qiluvchi Surxondaryo viloyat prokurori Baxtiyor aka Bobojanov Bekildievich, iltimos qilaman sizga. O'zingiz shaxsan nazoratga olib, meni delom bo'yicha viloyatga o'tkazdirib delomda meni aybim bo'lsa, men tan olaman. Men qo'limni ko'tarib shuni o'zim tan olaman. Lekin nima qiladi? Har xil hozir mana hozir chaqirdi. Mana bugun 13-yanvar 14:45 da olyapman mana aka. Mana chaqiryapti. Mayli, bormayman emas, men bo'yin tovlamayman, boraman. Lekin tuhmatlar, bo'xtonlar, mana shuncha narsalar qilyapti. Iltimos, nazoratga olib beringizlar. Nima qilyapti bu Surxondaryoda? Hamma xohlagan ishini qilsa. Mana shu gap o'zimizga. Mayli, gapirmaylik, hozir gapirsak, maqtanibsan davlatga qilgan xizmatlaringni deb gapiradi ko'plarda. Misol, tegishli organ xodimlari, shu viloyat rahbarlari gapirishi mumkin. Mayli, Alloh bor, ko'rib turibdi. Mayli, menga yomonlikni istagan inson Xudodan qaytsin. Boshqa hech narsa demayman. Men bitta insonga ishonaman, hurmatli prezidentimizga ishonaman. Chunki prezidentimiz aytganda, har bir bloger, har bir jurnalist meni farzandim. Ularni men o'zim nazorat qilaman degan gaplarni ham eshitganmiz. Hozir videolarni taqdim etamiz. O'sha sizni qo'l ostingizdagi Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek aka Qosimovga ham
Men kattakon rahmat deyman. Mana necha marta oilamiz shu biz yopilganmiz oilamiz borganda shu aytganda necha marta qo'yib lekin bitta narsasi bor. Qo'yib yuborishga ham asos bor, lekin hech qanaqa hech narsa yo'q. Bizni olib kirib, bu yoqda bosim qilib, bu yoqda xatti-harakatlar qilyapti. Iltimos qilaman, hurmatli Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, nazoratga olib bering, iltimos. Men manaqa ijtimoiy tarmoqlarga keng tarqalib, hammaga mana shuncha xalqqa xizmat qilgan men ertaga buni hokimni oldida yurgan insonni bunaqa qilibdi deb ertaga davlat xodimlariga qaysi xalq ishonadi? Xalq uchun xizmat qilayotgan insonni mana shunaqa yovib tashlab, xalqni xizmat qilayotgan insonni bo'htonlar, tuhmatlar qilyapti deb ertaga xalqimiz, davlatimiz xizmatkorlariga qanday ishonch bildiradi? Iltimos qilaman. Gapirsak juda gap ko'p. Kimdir eshitadigan odam bo'lsa, meni shuni eshitsin, men shuni haqiqatni gapirib beray, lekin haqiqatni ham bir eshitadigan, tinglaydigan yo'q mard. Faqat bor, mag'zavog'lari bor, yomon qilgin, negativ fikr qilib kirgizgin, yomonlik qilgin. Mana shunday ishlar bilan Surxondaryoda ayblanib, mana shunaqa narsalar bo'lyapmiz. Hurmatli prezident, iltimos yordam bering. Kattakon rahmat. Bugun yana bir marta aytaman, 13-yanvar 2026-yil murojaat qilyapman. Iltimos qilaman, hurmatli meni hurmat qilib kuzatuvchilar kengroq prezidentimizgacha yetib borishni iltimos qilaman. Sog' bo'linglar.